Bu to'suvlardan o'tinglar. Kerak emas narsani esdan chiqaringlar. Maydonda sen yulduzsan. Hech kim oldin menga bu narsalarni o'rgatmagan. Hech nima sizlarga maqsadinglarga erishgandan ko'proq quvonch bermaydi. Faqatgina shu olla bilan yashanglar. Hujumchi degani axir shu emasmi? Man hujumchiman. Isagi, Men ham qatnashaman, Jinursan. mana Unda boshlaymiz. Dunyodagi hech bir joyda futbol ko'k zindondagi shiddatli emas. Ko'k zindon. Animeni faqat Media TV.uz da ko'ringlar. Mana raqamim 299 Z ekan. Demak, Z xonasiga borishim kerak. O, mana. Isagi, Xudoga shukr, bitta jamoadamiz. Kirakun. Men ham xursandman. Uzr. Qattiq o'tvordim. Hammasi joyida. Mana. Oyog'ingni tagiga qara. Ha? Hey, Ziko, menga pas ber. To'pni menga uzatdim, Ziko. Yerda ham uxlaydimi? Siz Kira Ryoski emasmisiz? Rostdan ham sizsiz. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Meni ismim Igarashi Gurima. Men ham xursandman. Meni oilam ko'p davrdan beri ruhoniy. Lekin men ruhoniy bo'lgim kelmadi. Boyagi gaplarni eshitganimda etim jimirlab ketdi. Va men bu yerda hayotimni o'zgartira olaman. Sayqallanmagan olmoslar. Tanishib bo'ldinglarmi? Salom, men bu yerdaman. Bu xonadagi endi hammanglar bitta xonadoshsizlar. Endi shunga o'rganishinglar kerak. Hammanglarning qobiliyatingizga qarab, hech qanday tanish bilishsiz, o'z kuzatuvchilarim orqali xonadoshlarga bo'lib chiqdim. Sizlarning formuladagi raqamlar shularni anglatadi. Ular sizlarga qarab nechinchi o'rinda ekanligingizni bildirib turadi. 299-chi. Men nima? Oxirdamanmi? Ular sizlarning kuchayishingizga qarab o'zgarib boradi. Xonanglardagi eng yaxshi 5 nafar o'yinchi esa 6 oydan keyin bo'lib o'tadigan turnirda qatnashadi. Ular U20-jahon chempionatida hujumchi sifatida terma jamoaga jalb etiladi. U20 terma jamoasi? Bundan tashqari, ko'k zindonda yutqazgan har bitta o'yinchi bundan keyin boshqa hech qachon Yaponiya uchun o'yina olmaydi. Nima? Bu taslar faqat meni e'tiborimga tushish uchun harakat qilishinglar kerak. Kim nimalarga qodirligini hozir tekshirib ko'ramiz. Endi esa teg o'ynash vaqti keldi. Sizlarda 136 soniya bor. To'p kimda bo'lsa o'sha o'chi bo'ladi. Vaqt tugaganda to'p oxirgi bo'lib kimga teggan bo'lsa, o'sha haydaladi. Ha, nima? Yana bir gap. Qo'lni ishlatish mumkin emas.